Hammaga salom, kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Hammasi oson kanali. Hozirgi videoyimizda Instagram orqali Wixsurfing saytidan to'g'ri ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Agar meni kanalimni kuzatgan bo'lsalaring, mana Hammasi oson YouTube kanalimda mana bu yerda Instagramda pul ishlash, Wixsurfing saytida pul ishlashda video qo'ygan edim. Bu videoga 9 oy bo'ldi qo'yganimga, ya'ni 9 oy o'tdi aradan. Endi mana shu Wixsurfing saytimizda ro'yxatdan o'tish uchun biroz yangiliklar, ya'ni biroz o'zgartirishlar kiritilgan. Shuning uchun mana bu videoda hozir ko'rgan insonlar juda ham ko'pchiligi kommentariyada yozishyapti, ro'yxatdan o'talmayapmiz deb. Hozir endi men sizlarga mana shu, agar mana bu videoni ko'rmagan bo'lsalaring, birrov ko'rib olishlaringni ham maslahat berardim. Agar hozirgi videoyimdan to'liq ro'yxatdan o'talmasalar, birinchi mana bu videoyimni ko'ringlar. Agar ko'rganlaringdan keyin hozirgi mana shu ko'rib turgan videolaringni ko'rib, Instagram akkauntlaringni to'liq ro'yxatdan o'tkazib olishlaring mumkin bo'ladi. Buning uchun bizga eng keraklisi Wixsurfing saytidan Instagram akkauntimizni ro'yxatdan o'tkazish uchun va ro'yxatdan o'tkazganimizdan keyin mana bu videoyimda tushuntirganman qanday qilib pul ishlash kerakligini. Bizga eng birinchi ochiqda Instagram kerak bo'ladi. Instagram akkauntimiz kerak bo'ladi, ya'ni mana hozir men Instagram tayyor ochib qo'yganman noldan, ya'ni agar sizlar boshqatdan noldan Instagram akkaunt ochmoqchi bo'lsalaring, sizlarga shartini aytib o'taman. Birinchi o'rinda Instagram akkauntimiz yangi ochdik deylik, yangi profil. Mana bu yerga mana hozir men 6 ta dona rasm joylaganman. Sizlar eng kamida 9 ta rasm joylaysizlar. 9 ta rasmki mana bu mana rasmlarimga o'xshash oddiy yoki o'zim internetdan ko'chirib olgan rasmlar bo'lmasligi kerak. Sizlar o'zlaringning hayotlaringga tegishli yoki realni rasm joylaysizlar yoki birovni rasmini olib bekka joylab qo'ymaysizlar, chunki aradan 10-15 kun o'tgandan keyin sizlarda Instagram akkauntlaringda pul ishlashga ruxsat bermay qolishi mumkin Wixsurfing sayti. Shuning uchun sizlar haqiqiy, ya'ni realni bo'lgan, o'zlaringniki bo'lgan Instagram akkaunt qilib ko'rsatasizlar. Xo'p, 9 ta rasm joyladinglaring deylik. 9 ta rasm joylaganlaringdan keyin mana bu profilimizni shapkasiga, ya'ni mana bu profilimizga avatarga, ya'ni rasm joylab qo'yasizlar. Rasm joylaganlaringdan keyin mana bu yerda mana name ism turibdi. Ismga mana Klaver Panda turibdi. Yana username mana shunga ham Klaver Panda. Ya'ni ikkovsini ham bir xil qo'ysalaring ham bo'laveradi, har xil qo'ysalaring ham bo'laveradi. Mana shu ikkovi qator ham to'la bo'lishi kerak. To'ldirib bo'lganlaringdan keyin saqlab qo'yasizlar. Saqlab qo'yganlaringdan keyin bu yerda 9 ta rasm va avatarga rasmi turishi kerak. Undan keyin sizlarda mana bu yerda following, ya'ni sizlar tashlagan obunachilar. Eng kamida 10 ta bironta insonlarga obuna tashlab qo'yishlaring kerak. Mana misol tashlab qo'ying, bitta, ikkita, mana 3 ta. Xullas shunaqangi qilib 10 ta odamga obuna tashlab qo'ygan bo'lishlaring kerak. Undan tashqari keyin mana bu sizlarning obunachilaring ham eng kamida 10 ta bo'lsa yaxshi. Mana shuni ham 10 ta qilib qo'yishlaring kerak. Ya'ni sizlarning obunachilaring o'zi mana bunday obuna tashlasak boshqa insonlar bizga obuna qaytadi. Mana shuni 10 ta qilib qo'yinglar. 10 ta qilib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Undan keyin mana hammasini bajardik deylik. Biz 9 ta rasm o'sh profilimiz shapkasiga mana rasm qo'ydik va username bilan mana name'ni o'zini qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin biz eng kamida following, ya'ni 10 ta obunachiga obuna tashladik va bizning 10 ta obunachimiz bor deylik. Bo'ldi. Hammasi to'g'ri bo'ladi. Undan keyin biz Wixsurfing saytiga qaytamiz. Qaytganimizdan keyin mana bu yerda mana profil Instagram turibdi. Ana shuni ustiga bir bor bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga aytayapti mana bu yerda qora alohida yozuv turibdi. Mana shu biz yozuvni shunday bosib turib nusxalab olamiz. Hozir mana copyright
nusxalab olganimizdan keyin biz Instagram akkauntimizga qaytib kiramiz. Instagram akkauntimizga qaytib kirganimizdan keyin mana bu yerda edit profitni ustiga bosamiz. Bosganimizda bu yerda mana bio bo'limi turibdi, ya'ni bio degan yozuv. Mana shuni ustiga bir bor bosib, hamma narsa bo'lsa, yozuvni o'chirib tashlaymiz. Agar sizlarda yozuv bo'lmasa, shunchaki bosib turib haligi mana bu Wixsurfing saytidan nusxalab olgan mana bu qora yozuvdagi kodni nusxalab olib, mana shu bio sahifasiga saqlab qo'yamiz. Saqlab qo'yganimizdan keyin menda chiqdi Brave Worm. Mana Brave Worm. Endi sizlarning telefonlaring Android bo'lishi juda ham ko'pchilikniki, ya'ni Android bo'ladi. Deyarli mana bu hozir men qo'limda telefon iPhone, deyarli bir xil. Androidda ham xuddi shunaqangi holat bo'ladi, iPhone'larda ham xuddi shunaqangi holat bo'ladi. Keyin mana qaytib kiramiz Wixsurfing saytiga. Wixsurfing saytiga qaytib kirganimizdan keyin mana bu yozuv o'zgarib qolmasligi kerak. Shunga ham bir bor ahamiyat berasizlar. Chunki juda ham ko'pchilik mana bu Instagram profiliga yozuvni qo'yib olib qaytib kirganicha sayt yangilanib ketib qoladi. Sayt yangilangandan keyin mana bu yerda yozuv ham yangilanib qoladi. Shuning uchun sizlar mana bu yerda mana agar telefonlaringizda boshqa brauzerlar bo'lsa, Chrome brauzeridan kiringlar. Agar Chrome brauzeridan boshqa brauzerlardan kirsalaring, bu yangilanib ketadi, ro'yxatdan o'talmaysizlar. Mana endi buni nusxaladik deylik. Endi nusxalaganimizdan keyin mana bu yerda mana username'imizni mana bu yerga yozamiz. Bundan oldingi videoyimda mana shuni o'rniga silkani qo'yamiz degandim. Hozir sayt yangilanganligi uchun faqatgina username ya'ni ismimizni qo'yamiz. Mana Clever chiziqcha menda panda 2ta a. Mana shuni yozamiz mana. Kichkina harfda bo'lsa kichkina mana Clever pastki chiziqcha panda 2ta a menda bo'ldi mana. Clever pastki chiziqcha panda 2ta a bo'ldi mana username'imni. Mana bu Wixsurfing saytiga yozdim. Endi avtorizatsiya. Mana buni ustiga bir bor bosaman. Bosganimizda biroz kutamiz. Mana kutdik. Ro'yxatdan o'tdi hisob, ya'ni Instagram akkauntimiz bunga kirishga tayyorlanyapti mana. Endi biz mana bu yerdan bitta ptichka, mana ikkita ptichka, mana shularga ptichka bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu zangor yozuvni bosamiz. Ya'ni nima uzr ruscha yaxshi talaffuz qilolmayman. O'zim tushunganimcha sizlarga tushuntiraman. Mana bu yerda mana pastda, eng pastda chap qo'lda mana havolan yozuvni ustiga bir bor bosamiz. Bosganimizda yana biroz kutamiz. Hozir yana biroz kutamiz. Endi bu yerda data rojдения, ya'ni tug'ilgan kuningiz deyapti. Sizlar o'zlaringiznikini qo'yinglar, xohlasalaring o'zlaring o'ylab topinglar, farqi yo'q. Mana men o'zim qo'yyapman. O'zim o'ylab topib, mana endi tug'ilgan kunimizni yozdik. Yozganimizdan keyin mana bu yerda strana degan bo'limi turib. Stranaga iloji boricha mana har xil davlatlar chiqadi. Sizlar O'zbekiston qilib qo'ymanglar. Chunki O'zbekiston qilib qo'ysalaring, o'zim O'zbekiston qilib ko'rganman. Zadaniyalar juda ham kam bergan. Mana shu eng sinalgani Rossiyada zadaniyalarni bizga ko'proq chiqarib beradi. Shuning uchun Rossiya qilinglar. Rossiya qilganlaringdan keyin mana bu yerda mana Gorod degan bo'limi ochiladi. Gorod degan bo'limni ustiga bir bor bosib, mana bu keyboard, ya'ni klaviaturiya harflarimizni rus harflariga o'zgartirib olamiz mana. Ruskiy harfga o'zgartirib oling. Endi bu yerdan pit deb yozamiz. Xullas mana farqi yo'q. O'zi Rossiyadagi mana bunday mana shaharlarni chiqarib beryapti. Sizlar bu yerdan xohlaganlaring tanlaysizlar, xohlasalaring mana oli qilsam mana yana boshqa mana shu oli. Xullas mana shunday shaharlarni chiqarib beryapti. Biz eng yaxshisi mana bu pitni yozamiz. Mana Peterni bosamiz. Peterni bir bor bosganimizdan keyin mana o'zi avtomatik qolgan manzillarni, ya'ni qolgan shaharlarni kiritib o'tdi. Kiritganidan keyin bu yerda mana Jenskiy va Murskoy. Buni ham o'zlaring xohlaganlaring tanlaysizlar. Mana misolan
Moskovoyda bosdim, mujikni. Endi mana bu yerda mana sahranetni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bo'ldi, mana biz Instagram akkauntimiz orqali ro'yxatdan o'tib oldik. Bo'ldi, endi biz biroz kutamiz. Eng kamida 10 yoki 15 daqiqa kutamiz. 10-15 daqiqadan keyin o'zi saytni bitta yangilasa bizga har xil ko'proq, ya'ni obuna bo'lish, mana bu yerda bizga yaxshi to'laydigan zadaniyalarni ko'proq chiqarishni boshlaydi. Biz ungacha xohlasak chiqib ketsak ham bo'laveradi mana. Bo'ldi. Chiqib ketdik. Chiqib ketganimizdan keyin yana sizlarga mana bunday qanday qilib ekranga chiqarib qo'yyapsiz deyapsizlar. Mana shu Wixsurfing saytini, bu sayt ilova emas. Bu mana bu Wixsurfing saytini ilova shaklida qanday qilib chiqarib qo'yishni ham birrov ko'rsatib o'taman. Bizga buning uchun birinchi o'rinda Chrome brauzeri kerak bo'ladi. Chrome brauzeriga kirganimizdan keyin bu yerdan saytga kirib olamiz. Mana o'zi bizning saytimizda turibdi, Wixsurfing saytida. Sizlarda endi ko'pincha Android bo'ladi. Androidniki mana bu yerda chiqqan. Mana bilsalaring, menda pastda turibdi 3 ta nuqta. Sizlarda mana bu xullas mana shu tepadagi o'ng qo'l burchagida chiqadi. 3 ta nuqta chiqadi. Sizlar 3 ta nuqtani ustiga bosasizlar. Bosganlaringdan keyin bir qator bo'lim chiqadi. Bir qator bo'limdan o'zi mana bunday, mana hozir endi o'zimni telefonimni ko'rsataman. Bunisini mana. Mana shu yozuvni eslab qolinglar, xatyabi. iPhone'larda mana bu holat. iPhone'larda mana shu o'ng qo'l burchagida turibdi, ya'ni yo'naltirish. Shuni bir bor bosamiz. Bosganimizni biroz pastga tushsak, mana add to home screen degan mana plus yozuvi turibdi. Androidda ham xuddi mana shu yozuv chiqadi, ingliz tili bo'lsa agar. Shuni ustiga bir bor bosamiz. Bosganimizdan keyin mana Wixsurfing va add-ni ustiga bir bor bossak bo'ldi. Bizga ilova shaklida qilib saytimizni chiqarib beradi. Hozircha mana shu videoyim mana shu Instagram orqali, ya'ni pul ishlash haqida, Instagramdan to'g'ri ro'yxatdan o'tish haqida, ya'ni Wixsurfing saytidan Instagram orqali ro'yxatdan to'g'ri o'tish haqida edi videoyimiz. Sizlar bilan hammasi oson kanala bo'ldi. Agarda videoda kamchiliklari bo'lsa, men bor uzr so'rab qolaman. Videoni bezmontaj mana to'g'ridan to'g'ri olyapman. Mana bu hammasi oson kanalimga kirib, yana bir bor aytish esimdan chiqib qolibdi. Hammasi oson Telegram kanalimga kirsalaring, Wixsurfing saytidan qanday qilib pul ishlash, mana hozir ko'rsataman. Mana Instagram orqali pul ishlash, mana shu videolarim ko'rsalaring va pulni qanday qilib Payer hamyoniga va Payer hamyonini qanday qilib o'zimizni Uzcard yoki Humo kartamizga chiqarish haqida ham videolarim mavjud. Shularni ham ko'rib bemalol Wixsurfing saytidan ishlagan pullaringni bemalol Uzcard yoki Humo kartalaringga tashlab olsalaring bo'ladi. Har doimgidek video ostida mana shu Wixsurfing sayt manzilini qoldirib o'taman. Mana shu mani silkam orqali kirsalaring, sizlarda ro'yxatdan o'tishlaring osonroq bo'ladi va sizlarga o'zi bonus ham beradi. Ya'ni bonus ham qanday bo'ladi? Zadaniyalarni sizlarga ko'proq chiqarib beradi. Bonus mana shu. Sizlarga kirganlaringda, ya'ni mani silkam orqali ro'yxatdan o'tganlaringda sizlarda shotlaringga pul tashlab bermaydi, faqatgina mani silkamni ro'yxatdan o'tganlaring uchun zadaniyalarni sizlarga ko'proq chiqarib beradi. Ana shu. Shuning uchun mani silkamni ro'yxatdan o'tinglar iloji boricha. Endi bu yerda mana Wixsurfing saytidan pulni chiqarib olish haqida ham video chiqarganman. Mana shularni ham ko'rishlaring mumkin. Mana Wixsurfing sayti haqidan pulni chiqarib olish va endi Wixsurfingdan pulni chiqarib olganimizdan keyin, ya'ni Wixsurfing saytidagi pullarimizni biz Payer hamyoniga chiqarib olamiz. Mana shu videolarimda tushuntirilgan va Payer hamyonidan biz Uzcardimizga chiqarib olishimiz kerak. Buni ham mana Payerdan Uzcard va Humoga pul chiqarish haqida ham video qo'yganman. Mana shu videolarni ko'rib bemalol sarmoyasiz pul ishlashlaring mumkin bo'ladi. Sizlar bilan hammasi oson kanalda bo'ldi. Sog' bo'linglar.